Kecha hagen adashmasam o'sir a adashmasam o'rischa bilmish debdi. Нет, я хорошо знаю. 유혹에만 의존하는? 모르겠다. Sochimni almashtirishim kerak men. Qora rangga bo'yagim kelyapti. Mana bu rang menga yoqmayapti. Meni yoshimni katta qilib ko'rsatib qo'yyapti, yo bilmayman, rostdan o'zim katta bo'lib ketyapman. Adashmasam Pirvardis. Nima deyapti? Bilaman siz bilmasligingizni. 하하야. 계좌 확인하라고? 일단 못 봤는데 미안, 장난이었어. 그리고 고마워. 굴들을 몰드라스다 deyapsizmi? Kuldir o'ldirsiz. 마성에 봤는데 그쪽 사람. 나? Ulug'bek. Keyinchi? Undan keyin nima bo'ldi? Ha, soat 4 bo'lyapti obeddan keyin. Uydamisiz, ishga chiqmayapsiz, ishlamayman. 장난해서 돈 버는 게 재밌네. 나 아까 그랬거든. 안 한다고. 앉아서만 돈 벌 거라고. 그게 그렇게 됐어. Men ishlamayman shu kunlarda va bundan keyin ham ishlash niyatim ham yo'q. O'tirib tekintomonlik qilaman. Hayotdan o'tdan butdan pullar keladi. Bizda 12 bo'lyapti. O'zbekistondami? Yo'g'i yaxshi aytdingiz. Men esimda yo'q edi. Onamga telefon qilishim kerak edi. Ko'p gaplarim bor shu mamamga. Qachon turarkan, qachon necha bo'larkan deb o'tirdim. Kofeinadami bir joyda ishlardingiz. Bu bir 5 yilga avvalgi gapni aytyapsiz. Ildan turg'asiz. Kore? Go'zal. Koreyscha so'kinishni bilasizmi? qanday suqa? Elching shuga 됐어? Karsanimi? So'kinishimi? Ichar boramini? Butun avlod ajdodini sudrab yo'qach. Vor zokon ekansiz. Nima degani? Koreyada yolg'iz o'zingizmi yoki yaqinlaringiz bormi? Butun ulug' aybog'im cho'pda aka. Opa. Okey opa. Yoki Kati. Koreyada yolg'iz o'zizmi bilan o'qidim-ku. Akaman. Okey aka. Okey. 이제 확인했다. 이제 들어왔다. 고마워. 사실 이거는 커피 값이 아니라 콜라 값. 이게 더 나가. 난 콜라가 더 나가. 하루에 두세 번은 먹으니까. İki yaş küçükken hemen. Okey bile. O'tiradi, pul keladi. Yo'q. Kesakki nima degani? Bilmay o'qivordim-da, hozir men blokka ketqizib yuboradi. Ko'tlaringni qislaring hozir. Ko'tingni jarib yuboraman hozir. Jarib yuboraman. Men blokka ketqizishga harakat qilmanglar, Tez jahl qilasiz. Nega? Psixmanda qayerdan bilay? Psixroqdirmanda qayerdan bilay? Psix emasman, lekin просто bilmayman. Psix emassiz. Psixologmisiz deyman, hozir jahlim chiqishni boshlayapti. Просто emotsiya ushay olmaysiz. Psixologmisiz, bilat? Aka, uka. Men psixologlardan hozir jahlim chiqib ketadi.
Qo'ying kelishib olaylik. Negativlar yo'q bo'lsa yaxshi gaplashadi. To'ppa-to'g'ri. Amizi soki nechi pul debdi. Omum sotilmaydi. Bratan, sizni onangizni omi sotiladi. Sotilganda qandoq? Judayam arzon narx. 10 tin, 10 tin. 10 tin hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan. Demak, bu tekin. Meni umum sotilmaydi. Billa men bugun brilliant olib kelyapman. Daxuya gapiryapsizlar men. Brilliant olib kelyapman. Brilliant ko'rmayapsizmi? Yeban kallamisiz hozir? Shunda ham men norozilik bildirdim ko'tga o'xshab. O'zinikichi? Tekinda. Uniki tekinda. Bitta taqchi deyapti. Taqsam keyin men rozi bo'lib qolgan bo'laman. Taqmayman. Nima shunaqa sizga uyatsiz savol qo'ysa siz past ketib so'kinmay qo'ya qoling. Opa, nima qilasiz jahl? Qiyinda u so'kmasdan iloji yo'q-da. Xotirjamlik. Yo'q manera. Onang debmi? Logichno u odamni uchratmaysiz baribir. Gapiga yarasha sizga eshitishyapti-da. O'sha-da, gapiga yarasha eshityapti. O'ziga o'zi sotib olyapti. Lindara, qaysi shahardasiz? Men bu yoqdagi shahardaman. Nima kerak bor so'kinib, obro'yingizni tushirib debdi. Menga bir umr yaxshi ko'rib qolib, bitta so'kkanim uchun obro'yim tushadi deb o'ylaydiganlarga men pashonlar qo'ydi. Birinchidan. Ikkinchidan, odamni boricha qabul qilish kerak. Men o'zimni yashira olmayman. Men oldin yaxshigina sipo edim, men so'kinmasdim. So'kinganlarga qarab men yig'lab yuborardim. Bu haromlar meni umrimni yedi. Men psix qilib qo'ydi so'kinmasdan. 나도 욕 좀 해줘라. 미쳤니? 왜? 뭐, 어디 아파? 머리 아파? 머리 박았어? 욕해달라니. 어이가 없어. 어처구니가 없어. To'g'ri, pashon, просто baribir uchratmaysiz vaqt именно shu odamlarni. To'g'ri, bien. Какой привет, такой ответ. Nechunmaysiz nahuy jahl ketkazishga arziydimi? Psixolog uka, bo'ldi, gapingizga tushundim. Hozir men ko'p gapirsangiz asabiylashib ketaman. Bo'ldi, xo'p deyapman, jim o'tiribman, so'kinmayapman. Kelinglar, bo'ldi. Kelinglar. Chiroyli ekansiz, rahmat. O'zi negativlarni blok qilish kerak. Shunda so'kinmaysiz debdi. Bu ham to'g'ri. O'shaning uchun aytyapman men sizga, model beraymi? Shayla deyapman. Shayla. Qattan topgansiz? Nega mana shu Shayla nikki bir ajoyib yoqdi menga. Leyndara. Shayla. Not bad. Blok qilinglar, vaqt ketadi. Okay, siz ham shuncha vaqtingiz ketib boyatdan beri shu gapga aylanib yuribsiz. Shayla. 로또 됐으면 좋겠다님. 저도요. 나도. Bo'ldi, uzr aylanmayman.
Siznikizga o'xshatishga harakat qilib topdim, lekin nikizga o'xshamaydi topibdi. Linder Shayla. Prosta sizni kuzataman, yoqasiz. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Uzr. Nima uzr-puzr deb xapani yog'ib olyapsiz. Bo'ldi va o'zingizam vaqtingizni ko'p ketkazyapsiz deyapman men sizga. Gapingizni bo'ldi, qabul qildim. Janob hech kisi yo'q. Janob hech kisi yo'q. Billa qanaqa aytlardi? Billa qanaqa aytilardi? Xafa bo'ldi sizdan. Xafa bo'lmay unga. Xafa bo'lmasangiz-chi. Pokhuy deydim. Bir mo'min musulmon bolani xafa qani omin. Xafa bo'lganlar xursand bo'lib ketsin. Xafa bo'lganlar udalt bo'lib ketsin. Xafa bo'lgan ko'ngilchasi udalt bo'lib ketsin. Qani omin qilinglar. Shuni ichida Durdona, Sultanova Durdona, ha, kamerani oldida o'tirgan men millioner bo'lib ketay. Amin. Amin. Men xafa emasman. Bo'ldi, brat. Ortiq ketyapsan. Pulim ko'payib ketsa, Shaylaga $10,000 beraman. Multfilmlarga ovoz bersangiz bo'lar ekan. Nimaga? Nimaga? Bo'ldi, opashka. Shayla, necha yoshsiz? 그때 나도 좀 주라. 아, 당연하지. 넌 3천 줄게. 3천만 원. 3천만 원 줄게. 너무 큰가? 한 번에 너무 큰 거 말했나? 아니야, 괜찮아. o'zgararkan ovozimi o'zgarib vatta qatta qilib turadi unda bordi keldi. 당신의 인생 목표와 소망은 무엇인가요? 나도 몰라. 그냥 사는 거야. 몰라. 내 목표 부자 되기. Ushanib qop qaytib kelganman ish shu paytlari. Qaytga? Lotto. 나도 로또 됐으면 좋겠다고. Nima o'zbekchani aksent bilan gapirasiz deyapti. Aksent bilan gapirmayapmanmi? Yaxshi gapiraman. Necha yoshsiz? 2005 man. Ertaga tug'ilgan kunim. Teguda nima pishirib qo'yibdi? Men o'tgan nima qilaman? Tanishim bormidi? Tegu o'zbekmisiz debdi. 2000 megasizu debdi. 2000 emasman. Men video qo'yganman. 92-yilman deganman ham, 2000-yilli ham deganman ham. Shunga sizga savol qo'yib yozmoqchi bo'lganman. 2 yil oldin 2 yil avval yozmoqchi bo'lgan gapingizni endi kelib gapiryapsizmi? Oldin aytgansiz, istada yozing bo'ldi tushundim deb. 2 yil avval men sizga bo'ldi tushundim yozing deb aytganman. 2 yildan keyin aytyapsizmi kelib menga, bila. 내가 단 하나의 소원은 있다면 천국에 갈 때가 유디.
Savol javob bermagansiz. Asabiylashmang. Juda suv ko'radi deb qo'rqyapti shekilli mana bu bolacha. Bo'ldi, tushundim. Men qornim ochdi, uni buni qo'yinglar, bo'pti, men efir o'chiraman. Zerikkanlar bormi? Zerikayotganlar bo'lsa bo'ldi, lekin o'chirib yo'q. You look pretty, thank you. Bila 2 yil bo'pti-ya. O'zi men 2 yildan beri bir odamga o'xshab efir qilganim yo'q. Qo'ja. Qo'jiragu. 왜? 너도 이제 나 보기 싫구나? 너도 이제 내가 귀찮아? 너도 내가 귀찮냐고, 어? Viza masalasida savol qo'ysam bo'ladimi debdi. Yo'q. Men viza qilib beradigan prezident emasman-da yoki men viza-mizaga tushunmayman. Menda pasport oldim yaqinda, bo'ldi, всё. Hozir ham shu. 5 yil yo'q terrorist. 5 yil 46 bir deport bosgan. Começou nima? 3 yil oldin. 3 yil oldin 5 yilga deport bosgan bo'lsa, icho 2 yil qolibdi. 2 yildan keyin yana kelasiz, bo'ldi. Shans bormikin debdi. Sizga qiyin bo'ladi. Qanaqa qilib nelegal bo'libmi, nelegal bo'lib ushalganmisiz yo kimdir deport qilganmi? Agar kimdir deport qilgan bo'lsa, sizni kirib kelishingiz juda ham qiyin. Agarda oddiy nelegal bo'lib ushalib qolib 5 yilga agar bosilgan bo'lsa, bo'ldi, 5 yil o'tgandan keyin 2-3 marta harakat qilsangiz kerak bunga. Shingu-pingu bilan deport qildirib yuborgan bo'lsa, Xuyo biladi, uni bilmayman, qiyin bo'lishi mumkin. Da nelegal bo'lib ushlagan xuddi shunaqa oddiy. 2 yil sabr qiling. Troll 수 있어, 나에 왔어. 그치? 그래? 쉬워? 까리하게 하면, 까리하게. 삐우삐우. 하야티. Hayaati nima gap? Yangiliklar yo'qmi? Qiziqib ketyapman-da men. Voy billa, karsga o'xsharkansiz. O'yin o'ynaysizmi? Qanaqa o'yin? Lakka urar 축복 하시길. 인샬라 뉴스 없음. 난 뉴스 안 봐, 나도. 문자 chiroylisiz. Firmadan shunaqa chiqqanmiz-da. Salomlar hormang, asal qiz. Assalomu alaykum Bahor opa. Xush kelibsiz. 어서 와요. 어서 오세요. 제이언니스카는 bog'chada u. Orinijibda, yosh bolalar uyida. Qaysi shahardasiz? Kimpoda. 하나도 한야도? 한야가 뭐야? 한야? 한야가 뭐야? 나 몰라. 하나도. 뭔 말이야? 그럼 하나도 신청 가능해. 신청 가능. 뭔 말이야? 난 당신 마음속에 있는 것을 믿기 때문입니다. 인샬라. 알리나, oshxonasi yaqinmi debdi. Lekin men uni qayerdan bilaman? Firmada notami. 병신. 병신. 야, 아빠 없는데 어떻게 신청해? 못해. 안 돼. 거부하겠습니다.
Behruz tanimayman men ma'sum birontasini ismini bilmayman. Agar faqat niki esimda qolmasa, men kimni aytyapsiz bilmayman. Salom Zaharcha. Salom. Salom. 네가 이렇게 많이 해서 돈 안 돼. 없어. 어떡해. 우리 아빠가 없는데. 아빠라도 있었으면 가능했을 텐데. 근데 네가 늙어 썩어 시체가 되겠지? Yozganimni ko'rinmayapti, bilmayman. Ko'ringanini o'qiyapman. Sizga o'xshab yozayotganlar juda ko'p bo'lsa kerak, lekin men ko'ringanini hammasini o'qiyapman. Yo'q, o'ynamayman, yo'q. O'ynamayman. No. 나랑 커피 마실래요? durdonaxon. 널 알게 된 지 5년 됐는데 난 내가 조금은 변하지 않았어. 이것은 신의 선물이다. Yudi, tarjima qanaqa chiqadi bilmayman. Sen kabi meni yonimda, atrofimda uzun vaqt birga qolgan inson boshqa yo'q. Shuning uchun senga bo'lgan fikrim o'zgarish yo'q. Bilet. Kitob o'qiyapmanmi men? Tur ahmoq echkini sog' debdi. Shundoq ya. Hi Tina my love, hi. Mana shu odamcha hi Tina deb 5 yildan beri yozib chiqib ketadi. Abes. Like ko'tarib beraymi debdi. Yo'q, ko'tingizga tiqaman hozir. Menga haqiqiy emas, yo'q, kerak emas hozir. Shuni yo'q qilib Men bunaqa soxtalarga qo'shilmayman. Men hozir shu 30 ta bo'lgan aktivimni ham nol qilib qo'yadi, biznes bo'ladi. TikTokda aktiv uchun bir bala qilib ko'rmanglar. Naborot aktiv tushiraveradi. Soxtaman bu podpiska motivaskalari. Hobbi borasida, hobbi rasm chizish. Lekin men rasmni har doim ham chizmayman. Xumorim tutib, o'zimni tuta olmaydigan darajada chizgim kelgan payti chizaman. Menga bir kun vaqt kerak bo'ladi. Har doim ham chizmayman. Tamshiveri Pari 갈래? Pari? Parij? Parijgami? 우리 둘이? 아니 나 혼자? 많은 사람들 당신을 어떻게 불러야 할지 헷갈려. 얼굴 어려워, 이름 어려워. 이름 어려워? 아, 얼굴에 여러 이름이 어울리는. 그래? 가이스. 아니, 어떤 이름 제일 어울린 거 적어봐, 댓글로. 혼자 가서 뭐해? 그럼 우리 같이? 우리? Qalasan? Zo'r, o'zing qalasan. Leo, qalasan? Nima gap? Bir kunlik ritualingizni aytib bera olasizmi? Nima degani u ritual? Men charchadim, yotib olaman. Bilan judayam qorong'u. Men charchadim, men o'tirib olaman. Yotaman. Tipo con qalay o'tishini
Hozirgi kunda kunim faqat uxlash bilan ovora. Uxlayapman, efirga chiqyapman, keyin kechki payt do'stim bilan kafega boryapman. Keyin uyga kelaman, ovqat yeb uxlayman. O'qishgami? O'qishga men topshirib bo'lganman. O'qish otvetini ko'rish kerak hali. Ovoz ovqat qilasizmi o'zingiz? Ovqat qilish bilmayman. Kim u do'stingiz? Bilsim. Как будто sizlar taniysizlar, hozir o'rtog'imni aytsam. Qaysi universitet? 동서울대랑 부천 어디였더라? 부천대로 일단 신청을 해봤어. 공부하지 마. 왜? Siz nol bir yillar adashasam. 만 단위만 보세요. 나중에 다시 할게요. 저도 일을. 알았어, 유리. 해도 안 돼. 아이, 씨발, 진짜. fakat roldan içmesiz kerak. Roldan men uncha-munchaga ichmayman. Lamyon men ko'p yemayman. O'zi kuchim yo'q. Faqat lamyon yeb yursam, keyin hushimdan ketib qolaveraman. Oldin shunaqa edi. Faqat lamyonni yaxshi ko'rardim. Shu darajada kuchsiz bo'lib qolganimdan hushimdan ketib qolaveradigan bo'lganman. Endi hozir yemayman uncha-muncha. Lepiyman shu. 5 barmoq yeb ko'ring, kuch zo'r bo'ladi. Otam oldin otam oldin 5 barmoqmish. 5 barmoq qilib berardi. Bir marta yeb ko'rganman, uni ham yegim kelmay, keyin yaxshi ko'rib qoldim. Endi hozir otam qilib bergan 5 barmoqni yegim kelyapti. Otam lekin juda ham hozir qaridi. O'zbekistonga borgim kelayotgandi, planlarim o'xshamadi. Borsam otam qilib bergan 5 barmoq yeyman deb turdim. Borishga ulgurmayapman hozir. Kartangizni nomerini bering debdi. Sizlar hamchi aytasizlar, qochasizlar. Bekorga hozir kartamni hozir ko'rishga chiqib kelishim kerak. Keranfuray, tongonaji. Men osh qilishni ham bilaman, prosta qiyim kelmaydi, qilishni bilmayman deb aldayman. Qimmat qilishadi. Серьезно debdi. Haya, meni kechamni aytibor. Insta turag'i sohagini hara kecham. Ay. Rostdan серьезно aytyapsizmi? Meni Instagramim Leyla Yeli. Aldayapti. Bo'lmas, aldayapti. Bu kecha emas. Ovqat qilishni uyga chiqarasiz. Bo'lmas, aldayapti. Instagramda Leyla Yeli, agar bilsangiz, Instagramga kirsangiz, profilda yozilgan shot raqamim. Yo'q, link bor, shunga kirsangiz, o'zi ochilib beradi. Siz o'zbekmisiz? Ha, o'zbek. Lichkamga yozib qo'ying. Ko'rdingizmi? Уже qochishni boshlayapsiz. Lichkangizga o'zimdan o'zim men yozishga uyalaman. Vosh. 조금은 보내줄까? 기다려봐. 내가 돈 기다려봐. 나도 너한테 조금은 보내줄게. Jag ser snabbt. Unda yozib oling. 1 3dan 0. Yozib oling. Qani yozib olinglar. Ruchka tayyormi?
aytsanchi ikkinchisi. Ovqat qilib kontent ko'ryapti. Ayting debdi. 1, 3dan 0. Bitta aytaman. Men bitta birga aytishni bilmayman. 8, 2, 9, 4. 1, 3dan 0. 8, 2, 9, 4. 8, 5, 5, 1. 8, 5, 5, 1. Ko'k rangidagi bank. Tos. Tos. 1, 3dan 0. 8, 2, 9, 4. 5, 1, 1, 1. 5. 8, 5, 5, 1. To'g'ri. Sultanova oilasi. Javob bersangiz. Bilasiz, men ovqat qiladigan kontent qanaqa qilib qilaman aka men? Qaysi bank? To'ssi. To'ssi. Tos. Shayla rasmlarini almashtirib ketdi-yu, sexy girl qilib. Qancha jo'natyapsiz, bila? Shamshimanyo. Jahl qilmang, iltimos. Jahl qilmadim. Men gapirishim shunaqa-yu, blin, zerikdim, bro. Siz hozir mendan zerikyapsizmi? Men bu yerda hammani sug'urib yotibman. 5 barmoq yeyishga O'zbekistonga otamni oldiga ketaman deb. Jenesismi bu? Men odamman, men Jenesis emasman. Otam 5 yil ichida shu darajada qarib ketdi, bechora otam. Qani jins bilasiz xuyet qilganlar menga aytoring, o'zim hal qilaman. Bo'ldi xo'p. Sizam qariyapsiz debdi. Lekin haqiqat achchiq. Ha, o'sha qizman, o'sha katta ketgan qizman. Qani meni shu tummi raqamini olib ketishga olib ketdilar-da, o'zlari ting bo'lib chiqmayapti-yu. Aldoqchilar. 보이스피싱. 외국인들 보이스피싱 심지어 우리나라 사람들 족도 못해. 응, 조까. 애기. Ishonvormay har kimga shuning uchun boriniyam olib qo'yishmasin. Qo'lidan kelmaydi. Ajab bo'pti. Ifloslar. Ochko yo'q o'zicha. Men charchadim. Negativ yozishmalaring deb o'z ovoz qo'ying. Xo'p aka, qo'ydim. Sizni bitta biroz gapingiz uchun qildim. 아하, 출근했어? 대답도 안 해. 나한테 들어갔어. 100원? rahmat izzat uchun. 100원 들어왔다고? 즉시요. 너한테 보내줄게. 100원을?
뭔 소리야? 100만 원? 만 원? 아니면 10만 원? 뭔 소리야? 왜 나한테 안 들어오고 딴 사람한테는 들어와? 100만 원? 빵치지 마, 진짜로? 왜 나한테 아무도 안 사? 진짜로? 뻥치지 마. 진짜면 나 진짜 티켓 살 거야. 내가 더 이뻐서 그런 거겠지. 그런가? 진짜면 나 이따가 내일 바로 당장 비행기표 살버릴 건데. 근데 문제는 내가 캐리어가 없어. 싹 다 버리고 이사한 거가. 그러면 뻥쳐. 어디서 개빵을 치고 있어. 마일러브 하야리 그리고 아마바이. 샤일러브부터 약수버린 오클리만 나와서. 5minut, 5minut 오더스만군. 나 맨날 6시 출근한다. 아, 맞다. 야간한다 했지? 맞다. 라이민, 영상은. Просто ovqat qilyaptim. O'rgansa ovqat qilishni kutib o'tiraman. Telefon bashamga taq etib tushadi, keyin shunaqa qilib uxlab qolib ketaman. Zerikish bo'lyapti-da. YouTube'ga kiring-da, ilk uchrashuvni qo'ying. Ha, bitta odamlarnikini bitta-bitta ko'rib, vaqtingizni o'tkazasiz. Opa, eringiz yo'qmi? Erim bor, 5 ta bolam bor, yiliga bitta g'am paqillatib tuqqanman. Okay, bye. Bye.